Ukam kichkina paytida ayam aytar edi, o'g'lim katta bo'lsa dotsent, vrach bo'ladi deb va u yaqinda maktabni bitirdi. Men bo'lsa ayamni o'sha orzusini amalga oshirish uchun Andijonda yangi ochilgan IT Med texnikumini ko'rish va ma'lumot olish uchun bordim. Bu o'quv maskani Toshkent tibbiyot texnikumini filiali hisoblanib, shu kungacha bitirgan talabalarni 95% ishga joylashtirgan. Bu yerda qariyb 1 soat bo'ldim. Dars, amaliyot jarayonlarini kuzatdim va shuni bildimki, texnikumda siz 4 xil yo'nalishda, ya'ni hamshiralik, davolash ishi, farmatsevtika va stomatologiya bo'yicha bilim olasiz. Dars va amaliyot jarayonlari uchun formalar mutlaqo texnikum tarafidan taqdim etiladi. Tajriba qilib shu akani oyoqqa turgazmoqchi edim. Uning uchun shu yerda 3 yil o'qib bilim olishim kerak ekan. O'quv xonalarini ko'rgani kirib, muzeyga tushib qolgandek his qildim o'zimni. Ya'ni xonalar dizayni did bilan ishlangan. O'qish davomiyligi 3 yil. Texnikum nafaqat bitiruvchilarni ishga joylaydi, balki birinchi, ikkinchi kurs talabalari uchun ham amaliyot qilishi va ishlashida yordam beriladi. Hayolimda bu yerda o'qib bitirib, hatto kursini ham egalladim. Endi sizlarga manzilni tushuntirsam, Andijon shahri Gumbaz masjidi to'g'risida poytaxt mehmonxonasi yonginasida joylashgan. Texnikum yangi ochilganligi munosabati bilan hozirda ularda chegirmalar ketyapti. Imkoniyatdan foydalanib talaba bo'ling. Ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi.